To'xtovsiz taraqqiyot nomi. Jaloliddin Manguberdi. Sinovlarga to'la davrda ham sinmagan uning jasorati. Bu faqat qarshilik emas, balki oldinga intilish qat'iyati edi. Bir davrdan oshib, endi u O'zbekistonning faxriga aylandi. Va bugun bu taraqqiyot nomi qahramon ruhini mujassam etgan tezyurar poyezd sifatida qayta tug'ilib, yangi Ipak yo'li sari yo'l oladi. Yo'l har doim odamlarni bir-biri bilan uchrashtiradi. Agar yo'lni jasorat qurgan bo'lsa, texnologiya uni to'ldiradi. Cho'l issiqligi va qum bo'ronlariga chidamli, O'zbekiston uchun moslashtirilgan dizayn. Soatiga 250 km tezlikda barqaror yuqori tezlikdagi harakat. Va yo'lovchilarning qulayligini hisobga olgan holda yaratilgan qulay sayohat. Keng turdagi bortdagi qulayliklar bilan birga Janubiy Koreyaning Masan portidan boshlangan bu yo'l dengizlarni kesib o'tib, Xitani bosib o'tib, nihoyat O'zbekiston xalqining intilishlarini ro'yobga chiqardi. Ilg'or texnologiyalar jamlanib yaratilgan bu poyezd endi O'zbekistonda kundalik hayotni harakatga keltiruvchi kuchga aylanadi. O'tmishda Ipak yo'li sivilizatsiyalarni bog'lagan bo'lsa, bugun temir Ipak yo'li yanada yaxshi kelajak uchun yo'l ochmoqda. Bu yo'l shaharlarni bir-biriga bog'lab, odamlarni birlashtirish ruhini o'zida mujassam etgan yorqin kelajakning boshlanishidir. Bugun biz O'zbekistonning ertangi kuniga eltuvchi yo'lda turibmiz. Bugun poytaxt Toshkentgacha davom etadigan yo'l Samarqandning yorqin merosi ustidan Buxoroning chuqur tarixi qariga, Xivaning moviy devorlarini aylanib o'tib, ko'plab tadqiqotlar, sinovlar va ikki davlat hamkorligi bilan yaratilgan. Yanada tez va yanada barqaror temir Ipak yo'li. Bu yo'lda odamlar uchrashadi, shaharlar rivojlanadi va tinimsiz taraqqiyot ruhida mamlakat dunyoning markazi sari harakatlanadi. Janubiy Koreya texnologiyasi va O'zbekistonning imkoniyatlari birlashib, nihoyat temir yo'lda yangi Ipak yo'li yaratildi. Yangi tezlik bilan oldinga intilayotgan O'zbekistonning yorqin safarini qo'llab-quvvatlaymiz.